dengiz itlari. Mavjlanadi atrofda dengiz, quturadi bo'ron tinimsiz. Boshqaradi kemani a'lo bizning jasur kapitan Leo. Axtimizda turib biz bardam, yetkazamiz yuklarni har dam. Biz suzamiz doim ilgari, chunki bizlar dengiz itlari. Yuk tashishda 7 dengizda teng kela olmas hech kimsa bizga. Davyurakmiz hamda qudratli, chunki bizlar dengiz itlari. Kesib chiqib 7 dengizni topolmaysiz bizdek ibratli, sadoqatli do'stlaringizni, chunki bizlar dengiz itlari. G'aroyib sayohat. Quvnoqdaydi paraxodining kema jurnali. 11-yanvar 3 kun davom etgan shiddatli portanadan so'ng Abu Sababa portiga eson-omon yetib keldik. Bu yerga burgani daf etuvchi bo'yinbog'lar keltirdik. Biz biroz dam olib, shaharni tomosha qilmoqchi edik, lekin kapitan Leo yuklarni tushirib, hech kirmasdan darhol yo'lga chiqishni buyurdi. Ko'prik ko'tarilsin, arqon yechilsin, bo'la qolinglar. Qiziq, kelib ulgurmasimizdan yana jo'nayapmiz. Ha, ziravor sotib olishga ham zo'rg'a ulgurdim. Shu ham insofdanmi? Abu Sababaga kelib hech narsani ko'rmasdan ketaversak. Uzr birodarlar, shoshilmasak bo'lmasdi. Burgaga qarshi bo'yinbog'lar bu yerda juda zarur edi. Lekin endi bu og'ir mehnatimiz va tirishqoqligimiz evaziga biz Kanilla yoqalab sayohat qilamiz. Sayohat? Ha? Ofarin, qoyil, biz sayohat qilar ekanmiz. Sayohat! Kechirasizlar, menga kapitan kerak edi. Nima? Iltimos, meni uni oldiga olib boringlar. Menman kapitan. Nima istaydilar? Kapitan, meni kemangizni olib keting. O'tinaman. Lekin Qancha so'rasangiz beraman. Bilasizmi? Ha? Rahmat, ming karra rahmat. Siz meni falokatdan qutqardingiz. Biz odatda yuk tashiymiz. Yuklarim bor. Ular pastda. O'zi ham, yuklari ham g'alati ekan. Birodar, bular dunyoga mashhur sehrgar, kamina-i kamtarin Vittorio Misteriosining yuklari bo'ladi. Ming la'nat. Baribir qo'lga tushadi. To'g'ri hagiz. Bizdan qutula olmaydilar. 5-yanvar. Quvnoqdaydi Kanillaning moviy to'lqinlari uzra suzmoqda. Qirg'oq yam-yashil masalar bilan qoplangan, ammo uzoq-uzoqlarda cheksiz cho'l va biyobonlar ko'rinib turibdi. Qanday soz, umrimda birinchi marta bunday ajoyib sayohatga chiqishim. O buyuk Kanil, zarrin sahro bag'ridan kumush tasma misol oqib o'tasan. To'lqinlaring yuvgan mag'rur sohillar moziy shohididirlar. Kapitan, qarang qanday go'zal manzara. Keling shu yerda bir kecha qolaylik. Mayli, kelishdik. Rahmat. Stop mashina. Rocky, stop mashina. Nima deyotuvdi? Sahro bag'ridan kumush tasma misoli. Voy! Bu meni ushbu sayohat haqidagi dostonim. Pishib ketdim. Bu yer xuddi tandirning o'zginasi. Hozir sovutamiz. Qoylu? Ajoyib-ku. Mabodo, yaxshi ichimligingiz yo'qmi? Sizga ham birorta mashqimdan ko'rsaymi, senyor Chiko? Mayli, agar pet pishirgan ovqatni yemaslik uchun biron nayrang o'ylab topsangiz, juda ham yaxshi bo'lardi. Hali bu taomisi deng.
nima ovqatga? Yuringlar. Agar yemasak, Pet xafa bo'ladi. Xo'sh, bugun nima yeymiz? Bu taom ataylab Senyor Misterioso sharafiga pishirildi. Rahmat. To'g'risini ayting. Taom yoqdimi sizga? Bet, bu gal juda oshirib olibsan. Bitta yarimta zaharlanmasdan suvga oqsini. Axir bu ziravor solingan dimlama-ku. Xafa bo'lma, Pet. Kapitan hazillashyapti. Yur, boshqa yegulik tayyorlaymiz. Nima, ovqatim yoqmadimi sizlarga? Ha? Tavba. Eng lazzatli taom shu. Men yaxshisi borib uxlay. Bilsam qornim to'q ekan. Kapitan Leo, Pet bizdan xafa bo'lmadimikin, ha? Hozir borib uni boshlab kelaman. Tag'in dimlamasi bilan birga o'zi ham oqib ketmasin. Pet. Pet. Qayoqdasan? Chiq bu yoqqa tentaylik qilma. Pet. Ha, bildim. Kayutasida tumshayib o'tirgan bo'lishi kerak. Kayutam juda dim. Biroz toza havo olay deb tashqariga chiqdim. Shunaqa deng? Xayrli tun. Yaxshi yotib turing. Oy, arazingni qo'y. Yur, ovqatingni yeb ol. Bet, qayoqdasan? Kechasi nima qilib hamma yoqni iskab yuruvdingiz? O'zim shunday. Toza havodan nafas olayotgandim. Kayutam juda dim edi. Aynan qayerda nafas olayotgandingiz? Kema sahnida sizni ko'rmadim. Nima? Hali siz kimsan? Olamga mashhur Vittorio Misteriosoning so'zlaridan shug'ullanyapsizmi? Bugundan boshlab ruxsatimsiz kayutadan chiqmasligingizni buyuraman. Bunga haqqingiz yo'q. Axir kapitan, menimcha bu hiylagardan yaxshilik kutib bo'lmaydi. Unga ko'z quloq bo'lib turish kerak. Hoy, Royki, yuklarni bir tekshirib ko'rmaymizmi? Yaxshi, barakalla. Zora biror dalil isbot chiqib qolsa. Voy bu. Xo'sh, nimadan boshlaymiz, ha? Kim? Senga nima bo'ldi? Hech narsa. Nima edi? Ko'zimga g'alati ko'rinib ketding. Bir chekkadan qarab chiqaver. Bu nima ekan? Voy! Voy! Kaptarlar! Royki, kaptar! Qara, Royki! 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 Qayerdasan? Voy, men bu yerdaman, kim? Voy, uni qaranglar. Ha, nega kulasan? Hamma yo'lni rasvo qildi. Qara, Royki! Birov borga o'xshaydi. Kim bo'lishi mumkin? Ko'ramizda. Tim, Rocky, kapitanni ko'rmadinglarmi? Yo'q. Qiziq, qayoqqa g'oyib bo'ldi-ekan? Ha? Tezroq uni qidirib topish kerak, ketdik. Unaqa, Royki! Voy! Sizlar kayutalarni qarab chiqinglar. Men bu yoqdan qidiraman.
Kapitan! Kapitan! Chiko! Rocky! Ketyapman. Nima gap, kim? Chiko shunday ko'z o'ngimda g'oyib bo'ldi. Qanday qilib? Do'stlar, sizlarga bor haqiqatni aytish payti kelganga o'xshaydi. Bu sizning ishingizmi? Xulosa chiqarishga shoshilmanglar. Tezroq, xo'jang kutib qoldi. Bekorga quvonyapsizlar. Kimsan? Nima istaysan? Biz qayerdamiz? O'sha ovozingni ko'ppat. Bu dahshatli suv siyvosining muqaddas dargohi. Senlar bu ulug' zotni tahqirlab uni yovuz dushmaniga yordam berdinglar. Dushmaniga? Ha, o'zlaringni begunoh qilib ko'rsatishga urinmanglar. Senlar ulug' va qudratli zotni dosini eshityapsanlar. Men shafqatsiz saynakman. Nima? Kimman dedi? Sen ablahlar eng qabih sehrgarga yordam berdinglar. Bu yaramasning ismi Vittorio. Vittorio? Aytuvdim ha. Agar meni tutib olishsa, o'ldim hisob. Ularga nima yomonlik qiluvdingiz? Yuringlar. Hozir hammasini o'zingiz tushunib olasiz. Shundayam deylik, lekin u nima gunoh ish qilgan? Nima gunoh qilgan? Asti so'ramang. U shunday muqaddas dargohdan. Ijozat eting, qallig'imni tanishtiray. Iris. Dahshatli suv suymas ibodatxonasining qohini bo'lmish Saynakning cho'risi. Go'zal bir cho'rini olib qochib ketdi. U qiz ulug' suv suymasga nazr qilingan edi. Iris men bilan qochishni ixtiyor etdi. Ular o'shandan beri bizni ta'qib qilishgani qilishgan. Ha, muhabbatga mashaqqatsiz yetishib bo'lmaydi deb bekorga aytishmagan. Demak, do'stlarimizni Saynak o'g'irlab ketgan ekanda. Shunday bo'lsa kerak. Hoziroq menga o'sha Vittorio bilan qizni qayerdaligini aytib berasanlar. Bosh tortsalaring o'zlaringdan ko'rlaring. Menda senlarni sayratadigan bir qancha ajoyib usullar bor. Lekin bu usullar senlarga xush kelmaydi, qo'rqaman. Gapirlaringiz qayerda? Qiz? Qanaqa qiz? Ay, tushunsanchi befahm. Biz hech qanaqa qizni ko'rmadik. Yaxshi. Hagiz, Pumis, Ubris. Tezda kemaga borib o'sha ma'lum sehrgarni sudrab kelinglar. Dahshatli suv suymas haq qabrini bajaring, yo'qsa ko'zimga ko'rinmaylar. Omadimiz keldi. O'sha yerda. Qani ketdik. Jim, sekin. Voy, Jim eshitib qoladi. Tortlaring. Oy! Au!
Ularni ko'zdan qochirmaslik kerak. Qayoqqa g'oyib bo'lishdi? Og'liq saynak. Uni tutib keltirdik. Juda soz. Suv suymasga hamdu sanolar bo'lsin. Shunday qilib janob Vittorio, jodularing nihoyatda o'zingga pand berdi. Qara gapirsin battal. Meni cho'rimni qayerga yashirding, a? Bu nima? Suv suymasni qahriga uchragunlar, ish yoqmaslar, tekinxo'rlar, muttahamlar. Darhol bu badbaxt ituvachlarni sheriklari yoniga tashlanglar. Muhtaram oliyzod, men faqir qulingni afv et. Afsus, nazorona qilish muddati o'tdi. Lekin g'azabingni bosuv, mana shu dengiz itlarini qabul qil. Ya cho'kiyapmiz. Ayris, qalbim quvonchi, ay. Chindan ham bu yo'lakdan chiqadigan yo'lni eslolmaysanmi? Men bu yo'lakdan bir marta shunda ham ko'zim bog'liq holda o'tganman. To'xtanglar, o'shanda qulog'imga do'qillagan ovoz bilan toshni surilgani eshitilgandi. Hoy, bu yoqqa qaranglar. Mana bu toshdan do'qillagan ovoz chiqyapti. Qanday turchi Roki? Kof, sof, ochil. Suv suymas. Suv suymas. Hamdu sanolar bo'lsin senga. Hamdu sanolar bo'lsin senga. Hamdu sanolar bo'lsin senga. Endi tamommiz. Qo'rqmanglar. Roki bizni albatta qutqaradi. Sharmanda qilma. Ochil. Senga aytayapman, ochil. Ochila qolsangchi, iltimos qilaman. Ochil. Ochila qolsangchi. Ko'rdinglarmi? Sehru jodularim ta'sir qildi. Vittorio. Ana babasi. Shoshilishimiz kerak. Ketdik. Chalkash yo'llar ko'p ekan, adashmaslik uchun belgi qo'yib ketamiz. Yaxshi fikr. Yura qolinglar. Suv suymas. Dahshatli suv suymas. Samoviy hukmronligi boqiy bo'lsin. Nega shu paytgacha yordamga kelishmayapti-ekan, ha? Yana boyagi joydan chiqibmiz-ku. Attang. Eshityapsizlarmi? Menimcha ana u yoqqa yurish kerak. Ketdik. Kechikmagan bo'lsak bo'ldi. Suv suymas. Hademay nafsini qoldiramiz. Dahshatli suv suymas. Nima? Bu qanday shakolik? Saynak, men qaytib keldim. Ularni qo'yib yubor. Men tobat shu yerda qolaman. Ha. Kechikding. Ishlanglar sehrgarni. Men bu yerda zo'ravon. Saynak, tegma unga, iltimos. Mahbubimni o'ldirma. Men bu yerdaman. Salom Saynak. Men Rokiman. Qanday chiqdi? Tutolmaysanlar.
Sizlarga qanday qilib yordam qilsam ekan? Qumni to'xtating. O'sha yerda biror bir dastak bo'lishi kerak. Kechirasiz. Kechir. Voy jonim, voy. Seni sevaman. Bizni tortib olinglar. Hozir. Ushlanglar. Endi qutulib olsam. Stinko, netvacha. Kechirasizlar yigitlar. Alvido, zerikmasdan o'tiringlar. Bizga ko'rsatgan iltifotingiz uchun hammangizga rahmat. O senchi gapirishga ham arzimaydi. Kapitan, sizdan yana bitta iltimosimiz bor edi. Qo'noq daydi kemasini kapitani sifatida zimmamga yuklangan mas'uliyatli vazifani ado etarkanman. Vittorio va Iris, sizlarni tantanali ravishda er-xotin deb e'lon qilaman. Uzun tumshuq tabriklayman. Yo'l beringlar. Qana, Iris, marhamat. Ajoyib tort. Nahot o'zing pishirgan bo'lsang. Esiz pichoq. Kameras Continental, Cine Group, Le Film de la Perrin, Frans 2 studiyalarining qo'shma mahsuloti. Ssenariy mualliflari Michel Haylert, Patrick Rinyard, Tony Scott. Rejissyor Olivier Poiret. Bastakor Marko Janetti. Film O'zbekiston televideniyasining buyurtmasiga binoan O'zbek telefilm studiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Farhod Abdullayev, Rustam Karimov, Inog'om Odilov, Fayzulla Ahmedov, Hojiakbar Komilov, Sanjar Sadullayev, Barno Qodirova, Sobirjon Rahimjonov va boshqalar ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Kamoliddin Usmonov, rejissyor yordamchisi Matyoqub Orziyev, ovoz rejissyori Svetlana Abdurahimova, tarjimon Mirzamurod Olimov, muharrirlar Qodir Mirmuhamedov, Komil Tursunboyev, video muhandis Yevgeniy Kononov hamda Baxtiyor Rahmatullayev.